Inson aziz, xotira muqaddas. Vatanimiz istiqloli, xalqimiz ozodligi, kelajak avlodlarning farovon ertasi yo'lida jonini tikkan millat fidoyilarining jasorati doim qalbimizda. Yurtimizda bunday insonlarning xotirasini abadiylashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Farg'onadan mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Xotira muqaddas va aziz tuyg'u. Xotirlash bu har bir insonning yaqinlarini qadrlash, bu olamdan o'tib ketgan insonlarni eslash va ularning haqqiga duo qilishdir. So'x tumanida 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan tuman hokimligi, tumanda joylashgan harbiy qismlar, huquq-tartibot organlari vakillari ishtirokida hududlarda tashkil etilgan xotira majmualari poyiga gullar qo'yib, Teshaboy Odilov, Amrali Saidbekov va Xayriddin Xolboyev kabi qahramonlar xotirasi yana bir karra yod etilib, ularga nisbatan cheksiz ehtirom ko'rsatildi. Ikkinchi jahon urushi yillarida So'x tumanida 7000 ga yaqin aholi istiqomat qilgan bo'lsa, ulardan 2000 nafari urushga jalb etilib, yaqin 1000 nafari vatan himoyasi yo'lida halok bo'lgan. Sobiq Leningrad shahrining himoyasida jasorat ko'rsatgan urush qatnashchilaridan biri Teshaboy Odilov haqida 100 nafardan ortiq tojik, o'zbek va rus xalqlarining mashhur shoir va yozuvchilari she'r, hikoya va tarixiy qissalar yozgan, kitoblar chop etgan. Shuningdek, tumandagi harbiy qismlardan birida ushbu munosabat bilan tadbir bo'lib o'tdi. Maktab o'quvchilari tomonidan urush yillaridagi voqealar asosida tayyorlangan sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Tadbir yakunida bir guruh vatan himoyachilari Mudofaa vazirligi hamda So'x tumani hokimligi tomonidan taqdirlandilar. Jahongir Sobirov, Xolmurod Abulfayziyev, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi. Mavzuni